beldagi girjaga 50 necha million. Almashtirishga, tarbiyadan ustavga 47 million. Mana bitirib davolangan joylarim, stomatologiya instituti, Saxovat klinikasi, Qarako'l nevrologiyasi o'zimizda. Undan tashqari ham reklama bo'lgan hamma dorilarni ichib ko'rganman. Operatsiyaga olib bormaganman, chunki operatsiya bo'lib kelib o'tirgan kasallar menga keladi, davolanadi, kuraskalarni aytamiz, qaraymiz, ko'plari davo topmayapti. Shuning uchun men operatsiyani surib kelyapman 15 yildan beri. Mana bu dorini ichdim. Oyoqlarim tagi shunday sovuq qatardi. Mana 10 kun 15 kun bo'lyapti. Yozda ham sovuq qatardi, qalinasi kiyatardi. Shular yo'qoldi, ushlar yo'qoldi. Davleniya 140 dan tushmasdi, 170. 10 kun sovuq bo'lyapti mesela. Og'riqlar kamaydi. Bu tomonga yota olmasdim, chunki 4-stepen ko'ks artroz. Yotolmasdim-da. Hozir bemalol yotaman. Albatta bir soat uxlasam og'riq bilan, asab bilan turardim. Hozir 4 soatdan ko'p uxlayman, spokойно turaman. Tavsiya qildim. 4 tog'ayman, o'zimning 2 ta ammamni, bir o'rtog'im beldan operatsiya bo'lib keldi, 2 ta kalsiy qo'ydirib keldi, 18 sahr edi. Bunga ham bo'ldi, mana 3-4 kun beryapmiz buni. O'g'limdan kelinman beryapman, gepatit B edi. Effekt yaxshi olaylar. Hech qanday unutmanglar. Men chunki mana 15 yildan beri gazog'imdan ko'rib kelyapman. Operatsiya qilishga olib bormadim-da o'zimni. Chunki yoshligimda 12 yoshimda biz 6 kilometrdan maktabga qatnardik. Eshakda qatnardik-da, bunday qilib aytadi. Eshakdan yiqilib travma olganman, astemilit bo'lganman, gematogen forma, hamma yerimdan chiqqan bu narsa. Mana qaranglar. Mana qaranglar. Bu ikkinchi kurs operatsiya bo'lganman, tashqida. Paxtaga ketganmiz, ko'p terganmiz, og'rish mumkin emas. Toza bezning kursdan chiqqan. Endi oyoq ko'rsam tomon bilasizlar. 12 ta operatsiya bo'lganman. Shuning uchun bu mahsulotga ishoninglar, haqiqatda yaxshi. Ben foydasını 10 kun sezyapman. Sağ olun.